Kriptoni kelajagi qanaqa, misol uchun? Sizni fikringiz bo'yicha? Men o'zim ko'zim bilan ko'rgan, 7 yilda $1 million olib chiqqan sotini, lekin o'sha riskni amal qilmagani uchun 7 yillik mehnati habada bo'lgan. Kelada menga natijaga chiqishimga qancha vaqt kerak? Naqadar keraksiz gaplar deyman-da. Puli bor degani, aql degani ham emas o'zi. Shunaqa, absolyutно, mana shu gapga qo'shilaman. O'zi asli hozir Instagramda men kuzatgan narsa yolg'on hayot targ'ib qilish juda kuchaygan. Shunaqa. Ishonmanglar, 98% fake. Trading esa juda ham bir odamlar har xil tushunchaga ega bo'lib qoldi. Hozirgi holatga kelib, lekin aslida nima o'zi bu? Kursga pul sarflash bu negativ fikr-da. Eng zo'r investitsiya o'ziga kiritilgan investitsiya. Shunaqa. Yo'qolmaydi. Da. Tag o'rtoqlar, tushunmisizlar, bugungi mehmonimiz Abdulla aka. 4 yillik tajribaga ega spot va trader hisoblanadilar. Xudo xolisa anchadan beri o'zi planda bor edi. Podkast qilish, xudo xolisa mana bugunga nasib qilgan ekan. Qanaqasiz, brat? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Alhamdulillah, rahmat, Xudoga shukr. O'zim yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Anchadan beri rejalashtirgan. Anchadan beri reja qildim. Bugun xudo xolisa nasib qilgan ekan. Qayerdan edingiz? Farg'onadan. Farg'onadan keldingiz, a? Necha soatlik yo'l edi? 4 soatlik, a? Radari 8 soat. Yo'q, qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi. Anaqada yomg'ir bo'lib. Yo'q, yaxshi, kelakamiz yaxshi edi. Namaning. Xo'p, xudo xolisa kriptolar haqida gaplashamiz. Вообще-то o'zi kriptoni kelajagi, spot, yo'nalishlar haqida gaplashamiz. O'zi spotda topsa bo'ladimi pul? Asosiy kasb qilsa bo'ladimi, misol uchun-da? Xudo xolisa buni gaplashamiz inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolisa sizlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Xo'p. Davay bitta o'zingiz haqingizda bitta gapirib bersangiz. Qanaqa qilgansiz? Xo'p, 2016-yilda Rossiyaga borganman o'zim. 2016-yilga borgan vaqtimda o'sha xabarlar qiziqib, misol uchun o'qib, o'shanda endi Kun.uzda aynan masalan o'qib xabarlar ko'rardim. O'shanda ko'rgan edim. Bitcoin, ya'ni kriptovalyuta 2,5 ming qanchadir narx bo'lgan o'sha vaqtda. Keyin qiziqish paydo bo'lgan. Endi u vaqtda masalan biz aynan o'zbek auditoriyada bu narsani topolmaganmiz, misol uchun. Bizlarni qanaqa nima yana oradan xabarlar kelib chiqqan, misol uchun o'sha Elon Musk, yana bir ikkita milliarderlar qanaqa boyigan o'zi. Nima sabab? Misol uchun yozardi. Tesla aksiyasi oshgani uchun daromadi oshdi, nechinchi o'ringa ko'tarildi. Ya'ni o'zi nima bu soha? Qiziqasizda? Qiziqish o'shandan boshlangan o'zi. Shu endi kirib o'zimiz kirib kelganmiz. Rossiya Ukrainaga urush bo'lgan vaqtlarga to'g'ri kelsa kerak. 2021 2021da kirib kelganmiz keyin. Mana shu 2021 boshida kirganman-da. Shu payt anaqa boshlangan. O'zi mana shunaqa onlayn bizneslar bilasizmi, yomon rivojlanib ketdi shu payt. O'zi asli bu ishlarning rivojlanishi sabab koronavirus payt deb o'ylayman. Chunki shunaqa chiqolmay qolgan. SMM bitta bu soha emas, menimcha o'sha onlayn biznes, общий onlayn biznes yomon rivojlandi. Kriptolar ham полностью o'tdi. Koronavirus sababchi ko'pchilik ham onlayn biznesga o'tishi, blogerlar chiqdi, ko'rdingiz misol uchun, nechta blogerlarni o'shanda chiqdi, to'g'ri. Bilasizmi, bu sohaga endi kirgan inson xato qiladi yo'nalishi bo'yicha. Bilasiz, leverageli savdolar bor, misol uchun futures tam, forexlar bor. Qanaqa bo'lgan sizda misol? Xo'p, birinchidan o'zi asli spotga kirganmiz, xudoga shukr. Boshidanoq, umumiy boshidan tushuncha, ya'ni boshida shubha bo'lardi o'zi asli, masalan, halol harom degan narsa baribir o'ziga yarasha. Ya'ni to'g'rimi, noto'g'rimi degan. Izlanib ko'rib, o'sha paytda misol botlar bor ekan, aniqlar ekan, misol uchun oqtarib izlanib ko'rib turib, o'sha narsalarga investitsiya kiritishga harakat qilganmiz. O'sha vaqtda. O'zi asli u vaqtda o'zi ya'ni pul bilan shug'ullanardik o'zi. Qisqacha endi hammasini podrobniy qilamiz. Qiziqqanmiz, ya'ni buni qanaqa qilsa bo'ladi. Ya'ni o'zi bunday qilayotganda pul perevod qilinganda qanchadir vaqt. Misol, o'shani qanaqa qilib onlayn qilsa bo'ladi. Qarab turilardi-da baribir. O'shani qanaqa qilib qilsa bo'ladigan tushuncha bo'lib, o'sha vaqtdan boshlanib kelib kelish shu. Prям spotdan boshlangansiz, to'g'rimi? To'g'ridan-to'g'ri spotdan boshlangan. Yaxshi. Menda boshida forexga kirilgan, menda ham keyin bilganman, оказывается, вообще mumkin emas. Keyin spotni topdim. O'shanda keyin davom ettirdim ham. Hozirgacha spotdasiz va spot hop qarang, bitta narsa вообще-то. Nimaga aynan spot, например?
Endi o'sha har bir odamni o'zini masalan dunyoqarashi bor. Misol uchun o'zini qatta ko'rsa, o'sha yerda harakat qiladi. Shunaqa. Misol uchun nafaqat sport, misol uchun aksiyaga ham qiziqaman, Xudo xohlasa inshaalloh masalan ikkalasi. Men ham qiziqaman. Misol qisman. uchun, и o'sha tanishlarim bor o'zimda, masalan shogirdlarda va hamkasblarda. Ya'ni buni ham qo'shish bor. Faqat sport, ya'ni aksiyani ham Kelajakda. misol yaqin o'rtada Xudo xohlasa uni ham qo'shish niyat bor. Shu. Lekin bilasizmi, shug'ullanish juda sal qiyinroq bizada. Chem kriptoga qaraganda pul kirgizish, pul chiqarish, savdo qilishlar ancha qiyinroq. Chunki bitta o'rtog'im bor, o'sha stok bilan shug'ullanadi. Problemada sal shunaqa. Hozirchalik kripto yaxshiroq bizga. Shunaqa. Shu endi masalan o'zi aslida har bir insonning o'zining tabiati bo'ladi. Hech qachon nimani bo'lsa ham majburiyat bilan qilmaslik kerak. Shunaqa. Misol uchun qiziqqan, o'zi qiziqib, yaxshi ko'rib, o'sha narsani nimada ko'ryapti, qaysinda qulay. Va ana shu o'zini xohishi to'g'rimi? Masalan, o'lchovi bo'lishi kerak, to'g'ri, noto'g'ri. Ana birinchi o'zi xohish paydo bo'ladi, keyin fikr qiladi, u to'g'ri, noto'g'ri, keyin harakat qiladi. Shu o'sha narsa bo'lishi kerak o'zi aslida. Shunda nima desam, odam sportda ishlash kerak-da. Endi aytdim, misol uchun majburiyat. Ya'ni inson o'zini nimada ko'radi? Ya'ni to'g'ri keladi, noto'g'rimi? Masalan, misol har xil boshqa kasblardan bor, masalan, to'g'rimi, noto'g'rimi? Nechta kasb bor? Misol uchun, misol to'g'ri bitta ish, mana savdogarlik deylik. Bundan tashqari savdogarlik umumiy. Ya'ni masalan, hozir trading esa juda ham bir odamlar har xil tushunchaga ega bo'lib qoldi. Hozirgi holatga kelib, lekin asli nima o'zi bu? Ya'ni savdogarlik, onlayn savdogarlik. O'zi hayotdan oladigan bo'lsak, masalan, savdogarlik turlari ko'p-ku. Shunaqa. Masalan, suv olib soting. Misol suv olish boshqa. Nimaga aynan boshqa narsa olib sotmaysiz? Misol uchun-da. Xuddi shunaqa narsa. Endi u odamga siz borib turib, siz nimaga buni olib sotib qilyapsiz, boshqa desangiz, baribir shunaqa. Просто mana spot bor, например, endi kriptoni oladigan bo'lsak, spot bor, tam bilasiz, featureslar bor, tam stakinglar bor, например. Ularga qanaqa fikrdasiz? Endi men to'g'risi o'zim tushuncham to'g'ri deb bilmayman. Men o'zim o'sha narsada savdo qilishdi va o'shani sizni fikringiz bo'yicha u savdo qilish noto'g'ri-da. Noto'g'ri-da. Shu noto'g'ri. Misol uchun o'zi asli olib qaraydigan bo'lsak, spot xavfsizroq ularga nisbatan ham. Shunaqa. Masalan, bitta savdo qildingiz. Stopingiz bo'lmay, masalan, stopingiz ishlamay qoldi. Mana shunaqa tushunib turaylik. Stopingiz ishlamay qoldi, to'g'rimi? Nima bo'ladi spotda? Tushib ketadi. Qanchadir vaqt sabr qilasiz, ko'tarilishi mumkin u. Tutgan narsangizga qarab. Masalan, qanaqadir mem-coin, qanaqadir proyekt yo'q narsaga emas, haqiqatda fundamental taraflama yaxshi bo'lsa, ja bo'lmasa pastdan bitta dolivka qilinadi. Masalan, kuchingiz bo'ladi, to'g'ri? Lekin bormi, masalan, mana shu narsa Futures of Forex'da u sizga belgilab beradi. Necha narxda likvidatsiya kontraktda. Shunaqa. U uni sizni ixtiyori yo'q sizda. Shunaqa. Bo'ldi, agar mabodo deng, o'sha narsa masalan ba'zi odamlar bor, stopsiz ochib qo'yishi mumkin. Masalan, hozir aytishingiz mumkin, kimdir aytadiki, "Atda ham stop bor-u" deb aytishi mumkin-da. Masalan, tenglashtiradigan bo'lsak, stopini qo'ymadi. Slishkom ko'p bunaqa insonlar. Misol uchun likvidatsiya qilib yuboradi. O'zi birja belgilaydi-yu, nechida likvidatsiya qilib yuboradi. Shunaqa. Oldindan aytib qo'yadi даже. Oldindan mana shu narxda bo'ldi, sen kuyasan. Shunaqa. Endi masalan, bitta savdoda o'sha yo'nalishda bitta savdoda bor buzidan ayrilishi mumkinmi? Desa, ha mumkin. Bitta urinishda. Bo'ldi-ku, Ukraina. Masalan, bo'ldi. Da. U o'ta kuchli trader bo'lgan. Shunaqa. Masalan, haqiqatdan juda ham Ukrainada birinchi o'rinda bo'lsa kerak o'sha odam. Qarang-da, brat, mana features misol uchun qanaqa yo'lga boshlayapti, misol uchun-da, paytida men eshitaman, mana number 1 deb aytishyapti. Shunaqa luxury mashinasi bor, faqat unda deb aytishyapti-da, Ukrainada tushunasizmi? Zo'r yashayapti, boshqa nomi chiqyapti, lekin oxiri qanaqa tugayapti, qarang. Endi o'zi har bir ish oxiridan oxiri muhim. Oxiri muhim-da. Oxiri muhim. Shunaqa. Men ham shunaqa fikrdaman. Har qanaqa ish oxiri shunaqa. Aytadi-yu, oxir oqibat degan narsa. Oqibat nimaga olib boradi? Masalan, farqi yo'q. Har qanaqa dunyoda ish oxiri qiziqda.
uni boshi qiziq emas, uni oxiri qiziq. Oxir nimaga olib boradi? O'zi asli odamlar 3 turga bo'linadi. Fikrlash misol uchun. Oddiy odamlar qarashi bor. Misol uchun, millionerlar qarashi bor va milliarderlar qarashi bor. Farqi nima desa, oddiy odamlar bu yerda ko'radi. Hozirgi kuni, hozirgi holatni o'qimda. Masalan, undan ham masalan, nafaqat pul tomonlama, masalan, aqlli odamlar oladigan bo'lsa, hozirini o'ylamang. Hozir masalan, kimdir o'qiydi, to'g'rimi? Misol o'qiydi. Ko'rinishdan tashqaridan ko'ringanda mashaqqat-ku. Bu narsa misol. Lekin ular keyinchaligini ko'zlaydi-da. Masalan, misol uchun, keyinchaligidagi narsani ko'zlaydi. Undan boshqalar masalan, undan ham yana yuqori tabaqada fikrlovchi, ya'ni. Bu fikrga qarab, bu pul, bu nima desa bo'ladi? Bitta sabab. Bu ya'ni puli bor degani o'zi aslida, puli bor degani aqlli degani ham emas o'zi. Shunaqa, absolyut, mana shu gapga qo'shilaman. Masalan-da, o'zi umumiy ma'noda aytyapman, 3 xil, ya'ni 3 xil millionerlar, milliarderlar deganda o'zi asli aqldan keyin keladi. Shunaqa. Mana o'rtog'im bor-da, puli вообще ko'p, lekin tupoy-da, chonsmi. Mana shunaqada, bir xil aytadi, bizada bor-ku shunaqa narsa, bilasizmi? Puli ko'p bo'lsa, tam нормальный mashina yursa, u короче, u zo'r. Undan anaqasi zo'r yo'q, короче, hamma emas, ko'proq shunaqa inson demoqchiman. Endi dunyo o'zi asli bu narsa biz tushunchamizdan kelib chiqadigan bo'lsa, o'lchanib bo'lgan. Lekin sabab, masalan, kim qaysi sababni qilyapti? Mana shu narsa qiziq. Misol uchun, o'sha kimgadir otasi tomonidan, kimdir qarindoshi tomonidan, kimdir qaynotasi tomonidan, masalan. Bitta savol beraman-da, qarang. Omad kerak narsami? Xo'p, omad bu oladigan bo'lsangiz, bunday anaqa qiladigan bo'lsa, Alloh taoloni sizni yo'lingizni ochishi va yopishi deb tushunish kerak. Shunaqa. Ya'ni omad deganda bir uyda otsa, masalan, ba'zi hozir eng anaqa tushunganim, mashina orqasida yozib yuborib, yetakchining omadi bilan o'ynashmaydi. Masalan, shunday gaplar bor-da. Ko'raman, ichdan baribir ichingizdan qarab turib g'alati o'ylaysiz. Misol uchun, bunday olib qarasa, omad, men olgan xulosam, omad bu Alloh taolo eshikni ochishi yoki ochmasligi. Eshik qachon ochiladi? Buni taqillatish kerak. Shunaqa. Va to'g'ri eshik ushlash kerak. Va men o'ylayman, o'sha vaqtida ochiladi deb o'ylayman. U narsa bor. Lekin yotib, masalan, harakatsiz, shunaqa. Umuman harakatsiz omadni kutish, bu просто tak umidvorlik deydi. Shunaqa, qarang, birat, mana bunaqa narsa bor. Harakatdasiz. Harakat o'zi вообще bizga yuklangan mas'uliyat-da. По-любому harakat qilishingiz kerak-da, lekin bilasizmi, men ko'raman Instagramda harakatiga suyanib yuborish ko'p-da, tushunasizmi? Aytadi, men deydi, harakat qildim deyapti-da, tushunasizmi? Men harakat qildim, o'shanga men erishyapman deyapti-da. Tushunasizmi? Xuddi o'sha narsaga bitta misol qilsam bo'ladimi? Endi bu hayvonlardan kelgan misol bor. Xullas, bitta joyda ikkita qush va bitta qurbaqa do'st bo'ladi endi. Masalan-da endi. Keyin boshqa joyga ko'chmoqchi bo'lishadi. Boshqa bir diyorga ko'chmoqchi bo'lishadi. Shunda endi qush aytadi, misol, biz endi uchalamiz, sen qanday uchalasan? Biz bilan sen bilan ketmoqchiman deb, endi masalan fikr almashganda fikr keladiki, qurbaqaga fikr keladi. Qushlarga emas, qurbaqaga sizlar cho'pni ayollaringga ushlab olasizlar, men tishlab olaman deydi. Endi bu majoziy misol. Qasr qishloqni o'tib ketayotgan vaqtda qishloqda ahli aytadiki, bu deydi, shu g'oya kimga kelgan ekan? Mana shu fikr kimga kelgan? Juda aqlli ekan desa, ali qurbaqa man deb yuboradi. Man deganda og'zidan cho'p chiqib ketib, yerga qulaydi-da. Вообще zo'r misol. Misol uchun xuddi shunday inson man deganda qulaydi. Shunaqa, da. O'zi asli hech qanaqa вообще zo'r misol bo'ldi. Misol o'sha man degan. Man demasa ham o'zi ketayotdi, uni bilayotdi. Shunaqa. Kimgadir man deyishni isbotlash ham shart emas. O'shada, birat, o'shani men aytaman. Просто harakat deymiz, harakat qilish kerak. Всё, harakat qilasiz, по-любому. Bu sizga yuklangan mas'uliyat, lekin harakat qildim deb gapirish bu xato-da. Odam вообще hech kim emas o'zi. Nimaga harakat qildim, keyin men erishdim. Как будто u harakat qilmayapti-da. Men harakat qildim, o'shanga erishdim. O'zi asli hozir Instagramda men kuzatgan narsa, yolg'on hayot ta'rif qilish juda kuchaygan. Shunaqa. Men bunga qarshiman. Misol uchun, hozir mana kirasiz, Instagram kirasiz, misol uchun uspешный odamni qarasangiz, natijasini ko'rasiz. Hech qachon sizga mashaqqatini ko'rsatmaydi-ku. Shunaqa. Mana hozir yangi yoshlar, masalan, yangi yoshlar shunday kiradi. Uni
rezultatidagi hayotiga qiziqadi. Hmm. Masalan, kimni bo'lsa, mana hozir masalan Habib deylik. Shuni qilib bo'lgan natijasiga odamlar qiziqib, misol uchun подписка bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin nimaga mehnatdalik paytida hech kim tanimagan? Nimaga olib chiqmagan misol uchun? O'zi cho'qqiga chiqqan odamni ko'radi hamma. O'sha narsa, ya'ni Da. endi kirayotgan odam ko'zlayotgan narsasi kiradi, demak hammada shunaqa. Ya'ni kimni ko'rsangiz, masalan, kimda o'sha auditoriyasi kengroq bo'lsa, uni xayolida o'sha odam uspешныйroq, Shunaqa. masalan, yoki bo'lmasam omadliroq yoki Da. baxtliroq ko'ryapmiz. Qanchadan-qancha soxta blogerlar masalan Shunaqa. hayoti nima bo'lyapti. Ya'ni u Instagramda ko'ringandek narsa emas. Uni mana masalan kamerada aytamiz. O'zlari ham bilib turadi ich-ichidan. Brat, ishoning mani shunaqa o'rtoqlarim bor. Yolg'onga qurilganda, tushunasizmi? Qo'y hayron qolasizda. Agar men tanimaganimda, yo-mayo deysizda, tushunasizmi? O'shanga ishonmanglar, 98% fake, absolyutno fake bor-ku. Endi bitta narsa bor, o'zi inson taqlid qilinishi kerak bo'lgan odamlar ham bor. Uni biladi kimligini. Uni misol uchun va o'zi taqlid qilinishga harakat qilish kerak. Kimdir taqlid, ya'ni masalan, misol uchunda mana bitta misol qilsa bo'ladi. Kimdir baxtli hayotini tashlayapti-da sizga. Mana shunaqa bo'lmoqchimiz. Uni ishini bilmaydi-yu. Shuni. Misol uchunda, bu odam o'zida bir qanaqadir o'zi qilish kerak. Nimaga o'sha odamni o'rnida o'zi harakat qilmaydi, misol uchun? Endi harakat deganda hozir bitta narsaki, mana hozir sizda ham natija, misol Alloh berib, misol menda ham natija bo'lsa, men natijamga yo siz natijangizga suyanib emas. Bu narsa noto'g'ri. Shunaqa. Bu kunlar aytilgandek Alloh taolo bu kunlarni insonlar qo'lida aylantirib turamiz degan. Bu aylanadi. Hozir ular deyotgan bo'lsa, ertaga mikrofonda ortdan biz ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni inson hozirgi holatdan kelib chiqib gapirmaydi. Shunaqa. Bu keladi. Bilib bo'lmaydi, brat, ertaga nima bo'lishi. O'shuning uchun hamma narsaga odam tayyor bo'lish kerak. Tayyor deganda, misol uchun o'sha hadisda aytilganda, o'zlaringiz sinov musibat so'ramanglar degan. Biz so'ramaymiz. Lekin o'sha narsa bo'lishi mumkin. Mana hozir bu yerda kimdir o'sha mikrofon berilgan odamlar masalan katta gapirib, harakat qilish kerak, boshqa qilish kerak degan holatda ertaga mana shunaqa holatda nima deya oladi masalan? Nimaga harakat qilinmayapti? Masalan, nollanib qolishi mumkin. O'sha paytda ham birov mikrofon tutsa, shunaqa bo'lish kerakki, aytalish kerak. Ya'ni hozirgidan suyanib turib, katta gapirib, ertangini bas, yo'q, bu narsa to'g'ri bo'ladi. Men o'sha harakat sababini qildim xolos. O'sha Alloh taolo bizga natija berdi. Ertaga ham mabodo o'shunaqa holat bo'lib qolsa, biz harakat qiluvdik, o'sha natijani olib qo'ydi deb oson o'tadi u jarayon. Men bitta kitobda o'qiganman, Xudo shunaqa degan, mashhurni qolib ketgan, aytganki, sen o'zingni sodda tut, o'zim seni darajangni ko'taraman deb aytganda, tushunasizmi? O'zi daraja ko'tarilishi umumiy. Misol uchun qaysi daraja ko'tarilish? Masalan, endi umumiy holatda. O'zi aslida mana ba'zi o'sha daraja degan inson ikki xil qaraydi. Masalan, men kimnidir darajasi menga 0 daraja. U katta kechish uchun emas, ya'ni daraja to'g'riligiga ham qaraladi. Shunaqa. Masalan, o'sha daraja qaysi daraja, kimni darajasi? Misol uchun endi hozir ismini aytsa reklama bo'lib qoladi. Mana Instagramda o'sha 1 million, 2 million, 3 million, 5 million podpischisi bor odamlar bor. Lekin men o'zim shaxsiy qarashim qilcha ham ularga havas ham qilmayman. Ularni menga kerak emas. O'zi mana tradingga oladigan bo'lsak, yana sohaga qaytamiz. Qanchada o'zi natijaga chiqqansiz, например? 2022 oxirroqdan bo'lsa, 2 yillik trendda umumiy statistikada masalan Xudoga shukr, bu o'zimdan bilmayman. Men masalan ziyon qilmaganman. Toki 2025-yilgacha. 2025-yilda bor narsa o'zim kutmagan hodisalar bo'ldi. Ya'ni o'zgarishlar, sabablar boshqa. Unaqa katta aniq emas, hayotiy. Masalan, bu soha o'zini sohadan aytilyapti. 60% psixologiya rol o'ynaydi, 30% pulni boshqarish, 10% texnik analiz. Ana shu psixologiyamga ta'sir qilgan ba'zi bir sabablar bor, o'zgarish, uzun mavzu. O'sha sababidan ozgina aniqa bo'lgan, bateriya bo'lgan. Xo'p, qarang. Bitta savdoyi so'rasam, например. Scalp qilasizmi? Scalp kam qilaman, to'g'risi. Asosan naqa? Swing ishlayman. Swing. Asosan. Swing trade. Weekly, monthly, oylik, haftalik. Endi o'zi asli to'rt xil ishlash uslubi bor. Masalan, uzoq muddat
The long term. Masalan, Da. qisqa muddat, o'rta muddat va o'sha farqlanadi. Asosan o'rta muddatda ishlayman misol uchun. Lekin o'sha savol berdingiz-ku, kunlikmi, oylikmi deb. Entrisi bor-u, o'sha misol uchun kirish. U sinxron qilib, misol mayda tayinli bilan kiriladi. Lekin asosan savdonim haftada 1-2 marta, bo'lmasam 1 marta. Chunki skalping u Yomon stress bo'ladi. Stress ko'p qabul qilasiz. Chunki stop ishlashi tabiiy holati yo'qda. o'zi risk ham har xil 3 qismga bo'linadi. Uzoq muddatda 2% risk qilsangiz bo'ladi o'sha depozit. Misol o'rta muddat 1%, skalpingni misol 0.5, yarim foiz. Shunaqa. Agar undan ham xavf ko'p bo'lsa 0.5 misol uchun. Shunaqa, man 0.30 bo'lsa normalniman deb shunaqa qilaman-da. Anaqa nima deydi? Mana bitta narsada base stop loss savdo qiladiganlar bor. Например, nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa o'rtog'im bor-da, misol uchun. Shu yerda вообще katta, shu yerda nerealniy katta, lekin anaqa base stop loss savdo qiladi. Nuqul mana shu pul oqib ketgan, yana zo'r pul topadi, yana oqib ketadi, yana zo'r pul topadi, yana oqib ketadi, mana shunday qilib o'tadi. O'zi asli yo'nalishi bor-u uni ham ichida. Masalan, qaysi birida u siz aytayotgan inson investitsiya yo'nalishida ishlayapti misol. Stop bo'lsa, investitsiya. Swingda ishlaydi, swingda ham ishlasa ham stop bo'lmaydi-da. Unda stop bo'lishi kerak-ku. Masalan, o'zi asli analizga ishongan odam qayerda stopi bo'ladi? Примерно masalan qancha muddatda narx chiqadi? Taxminan masalan qanchada? Va albatta uni pulni olib kirishdan oldin bilish kerak-ku stopini. Hozir siz masalan aytayotgan bo'lsangiz, uni bilish kerak. Uni o'rni bo'ladi. Keyin masalan pulni olib kirish nima bilan bo'ladi? Hafta oldin foizini o'lchaydi, o'zi aytib turadi. Keyin olib kiriladi. O'zi mana narsada, men fikrim, tradingni foydadan oldin birinchi kapitalni zashita qilish. Shunaqa to'g'ri. Kapitalni zashita qilishni o'rgansangiz, keyin foydani o'zi kelaveradi-da, avtomatik. O'zi aslida o'sha foydani, zarar qilmaslikni o'ylash uchun birinchi zarar miqdorini aniqlash kerak. Agar stop bo'lmasa, qayerdan aniqlaydi zararni? Shunaqa. Haqiqiy savol bo'lsa, qayerdan aniqlaydi misol? Risk rewardni konkretni aniq qilish kerak, to'g'rimi? Aniq u siz iloji yo'q-ku. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, 7 yillik treyderlik ko'rganman. 7 yilda $1 million olib chiqqan shotini. Lekin o'sha riskga amal qilmagani uchun 7 yillik mehnati habada bo'lgan. 7 yillik mehnat misol uchun. Ya'ni kuyib ketgan o'xshaysiz? Kuygan. Chunki endi masalan boshida stop ham qilib ko'rganman. Tajriba qilib ko'radi, baribir har qanaqa gaplar bo'ladi, lekin inson kirganda tajriba qilib ko'radi. Shunaqa menda ham bo'lgan. Mana o'shana vaqtda ertalab turasiz, tuk yurak urayotganini eshitib turasiz-da. Nima bo'ldi ekan? Birinchi ochib telefonni qaraysiz, qayerda turibdi narx. Tushayotgan bo'lsa, o'zi kayfiyatingiz ham birga tushadi-da. Shunaqa. Shunaqa savdolar bor, lekin stop shart emas, например. Stop qo'yish shart emas bir xil savdolar, например. Bemalol ham martingiller bilan bemalol ishlayversangiz bo'ladi, misol uchun shu konkretni yaxshi loyiha bo'lsa, tam Bitcoin, Ether, например-da. Shunday bo'lsa, shu depozitingizni taqsimlashingiz kerak. Keyin xudo xolasa mana shu dalivka bilan base stop loss ishlasa bo'ladi. O'sha base stop ham o'sha asosan endi kripto bo'lsa, Bitcoin efirda tavsiya qilaman masalan. Shunaqa. Mana o'sha faqat hamma pulni emas, taqsimlanadi. Da, absolyutno taqsimlash kerak. Bitcoin, efir, Solana yaxshi deb o'ylayman. Shu asosan shunaqa, da. Atak lekin swing trade qilmoqchi bo'lsangiz, baribir stop loss kerak. Juda muhim. Bizni kuzatib turaman analizingizni. Nima desam, yaxshi qilasiz analiz, например. Bir ikkita treyderlar bor, Mambur Jon aka bor, misol uchun, kuzataman, yaxshi treyder misol uchun. Sizni kuzatib turaman. Keyin yana mana shu insonni aytib ketay, Farhod akani taniysiz. Shular ham menga yoqadi. Qanaqadir yaxshi insonlar, shunaqa hisoblayman to'g'risini. Tam dindor, misol uchun, o'ziga baho berishi yo'q. Men bilasizmi, bitta inson bilan tanishyapmanmi, bitta inson kuzatyapman, birinchi uni axloqiga qarayman-da. Men bunaqa sal profit bo'lsa, men bunaqa o'zidan yaso'g'ri nimadirlar ko'rsam, men avtomatik undan zo'roq turaman. Nimaga menga yoqadi unaqa xarakter, tushunasizmi? Shunaqa deb o'ylayman-da. Uni kuzatyapman,
gapirishda ham yaxshi, zo'r aytyaptilar, tam natija Xudodan zo'r anaqa qilyaptilar. Man kuzatishni boshladim va yaxshi insonlardan deb hisoblayman u insonni. Shunaqa. Siz misol taniysiz menimcha. Qanaqa fikrda? Yaxshi inson. Yaxshi inson. Yaxshi inson. Kelajakda balkim ko'rishib qolmasak. Assalomu alaykum. Inshaalloh o'zlari ko'rmasa-da endi mabodo. Nu, men shunaqa treyderlarni bilasizmi? Ko'rsam xursand bo'laman. Naborot, spotовый treyder, mana shunaqa yaxshi gaplashadigan, o'ziga baho bermaydigan odamlar bo'lsa, ko'payishini xohlayman-da, to'g'risi. O'zi asli o'ziga baho berish jihatdan, misol uchun natijasi bo'lib baho bersa ham qoralanadi baribir. Shunaqa. Endi ba'zi paytda baho beradi. Misol ishini ko'rsatish uchun qancha qisman masalan baholashda ham birat chiroyli baholash bor-da. To'g'ri. Misol uni buni anaqa qilmas u. Haligi kimnidir masalan narsa bor. Bitta sinf deng, misol uchun. Hammasi misol uchun umuman haligi bir 0 deylik. Ular ichida zo'r bo'lganda, misol uchun zo'rlar ichida past yurgan ham, masalan, u sravnit qilayotganda kimga misol qilyapti o'sha, o'ziga baho beryapti masalan. Kimlarning ichida nima bo'lsa. Qisman kerak, lekin ba'zi odamlar bo'ladi, o'zi natija yo'q, lekin baho beradi. Keyin mana bu narsa ham bor-ku, bilasizmi? Spotda, demak, yo'nalish haqida kasbga qaytadigan bo'lsangiz, spot yo'nalishida katta pul topsa bo'lmaydi degan fikrlar bor bizda, misol uchun. Katta pul topsa bo'lmaydi, lutchi men hozir futures qilaman, forex qilaman deb aytishadi misol uchun. Xo'p, unda katta pul topsa bo'lar ekan. U yerda shunaqa deb o'ylashadi-da. Hozir endi bu yerda leverage bor-ku yo'qda, bizda ko'paydi. Bor, mana bitta narsaki, ikkita imkoniyatda borini yo'qotish ham mumkin-ku. Shunaqa. Hozir uni ustida hech kim aytmaydi-ku. Masalan, uni misol qilib beraman. 50x bilan oshdi. Masalan, uchta deyapsiz. 2% stopda pul yo'qoladi. Shunaqa. 2% yo'qoladi. Olib kirgan pulida 2%. 1% bo'lsa yarim depozit yo'qoladi. 2% yo'qoladi bu. Lekin mabodo deydi, 5% yursa, o'sha olib kirgan puli, masalan, 50 bo'lsa, 250% o'sadi. $100 bo'lsa 250 foyda qildi. Lekin o'shani misol qilib turib, nima deydi? O'shaqa $100 $250 qilaman, yo bo'lmasam $100 $500 qilaman deb turib kiradida. O'zi novichok inson uchun futures, forex вообще xato narsa-da. O'zi umuman novichok bo'lmasa ham xato o'zi asli. Shunaqa. Yo'q, o'zi novichokka вообще-da. Chunki menga bilasizmi, direktmi shunaqa inson yozaman. Yaqinda bitta qiz yozyapti-da, 23 yoshli qiz bola, kredit olib forexga tiqqan. Tushunasizmi? Forexga tiqqan, 5 millionni o'zi yo'qotgan, yana yarmini qanaqadir bitta forex traderga bergan, u ham sliv qo'rgan. Tushunasizmi? Mana shunaqa bo'lyapti. Endi aytyapti, qanaqa bo'layman deyapti-da. O'zi asli o'sha narsaga kirish bor-ku. Misol uchun o'sha spot deyilyapti. O'sha daromad bor mana. Ma'lum bir qismda aytyapsiz-ku, o'sha boy bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi deyilyapti-ku forex misol anaqada. $100 asosan aytdim-ku, misol qilib berdim. $100 ni tezroq foyda qilib olaman degan o'y bor-ku. Shunaqa. Umumiy statistikani qaraydigan bo'lsangiz, umumiy statistikada unaqa emas. Baribir mana masalan, savdoda 10 ta savdodan nechtasi o'xshab, nechtasi o'xshamaganligi statistika bo'ladi. Misol uchun, qaysi yo'nalishligini ahamiyati yo'q. Bu o'sha misol uchun 100 ming puli bormi? 100 ming puli bormi? Qaysi yo'nalishda u farqlanadi u. Baribir. Lekin spotda foyda qilsa bo'ladi. Oldin zo'r o'rgansin, zo'r bilsin, masalan, muammo yo'q. Depozit topish muammo emas. Eng zo'ri xavfsiz-da. Xavfsiz, mumkin bo'lgan yo'nalish deb hisoblayman, misol uchun. Xavfsiz, to'g'ri. Bemalol savdo qilasiz. Bez leverage o'zingizning pulingizga va aktivga egalik qilasiz. To'g'ri, aktivga egalik qiladi. Aktivga egalik. Bu ham yaxshi narsa, o'zi bilasizmi? U o'zlikda. Da. Avnorasiz siz bo'lasiz. Shunaqa. To'g'ri. Spot qilinglar. Bu tez pul topamanda futures qilasizlar, dablalar chiqib ketadi. O'zi masalan, O'zbekistonda statistika qilish kerak. Ya un saqir. Yo'q, endi baribir. Endi sizning fikringiz-da? Meni fikrim masalan, qaysidir bir bor-ku saytlar. Jurnalistika saytlari bor-ku. Og'zaki.
kimdir sirini aytishga Да, uyaladigan bo'lsa, да. yopiq qilib statistika qilishsin jurnalistlar. O'shanaqa savdoda qilyapti. Qancha odam, necha foiz? Да, Mana yaxshi, zo'r ideya. mana masalan o'sha reklama qilayotgan odamlarga mana shu yo'nalish u deb har xil blogerlar bilan boshqalar bilan aytishadi. Vizit tarzida emas. Katta gapirmayman, misol uchun. Ko'raylik, birga savdo qilamiz. Misol Live chat. Yo'q, usiz. Endi men o'zim qilmayman demoqchiman uni. Aslida bizda anaqada ko'rsin. Agar analiz zo'r bo'lsa, analiz bir xil. U bilan u bir xil o'zi. Да. Zo'r bo'lsa, bunday ko'rsatsinchi, ko'raylikchi. O'sha aytayotgandek bo'lsa bir ko'raylik. Masalan, biz ham qanaqadir o'zi asli u Futures'da nima bo'ladi o'zi? $100 puliga $100 bilan kiradimi? Yo'q, kreditli biletchosi bor. Да. Birja kredit berib, baribir kattaroq pul bilan kirish imkoniyatini beradi degan masalan. Shunaqa. O'zi aslida. O'sha katta pul bilan o'zi bilan ishlasa nimani yo'qotadi? Masalan-da, mana hozir $100 ga kirsa, 2% yursa, qancha bilan olib kirdi? 50 bo'lsa, masalan, 5000 bilan hisob beradi-da u. 2% yursa o'shaning uchun Lekin kapitalga kirmaydi, bilasizmi shu pul? kirmaydi. Misol, kapitalga kirmaydi, misol. Bu ham fake-da, tushunasizmi? Fake. Kirmayapti kapitalga misol pul. Umuman, keyin itak sizga aktiv nomingizga o'tmaydi. Misol, xatoda, to'g'risi, u anaqa yo'nalish. Bu yo'nalishda endi baribir qilmagan yaxshi. Mana shu sohada yurgan bo'lib, 3-4 yillik tajriba bilan xolis tavsiya. Hech qanaqa bizga manfaat yo'q. Masalan, ular kimdir ishlayotgan bo'lsa, noto'g'ri tushunish bo'lmasin. Insonda bitta narsa bor, qilayotgan ishini aytsangiz, siz yomon ko'rib qoladi. Odamni masalan shaxsiyatiga emas, nima deyotganiga qarash kerak. Shunaqa. Misol uchun odam akasi yaqini uning uchun zarar gapirsa, akam aytib ketavermaydi-ku. Yo'q, masalan, falonchi aytgan ketavermaydi. Bo'lmasa teskarisi. Da. Baribir hamma o'zi javob beradi qilgan ishiga, misol uchun. Prosta maslahat beramiz, что qilmaganinglar yaxshiroq, например. Mana shu sohada ishlab chiqqanlar ham o'zi o'zini boshidan o'tgan ham ko'rdim, yaqinda kimdir ko'rdim. Qilmaylar deyapti. Qaysidir top o'yinga chiqqan. O'zi aytayapti, mana shu yo'nalishda qilmaylar deyapti. O'zi og'zi bilan yo'q bo'ldi, u men qilib ko'rdim deyapti. Da, shunaqa. Hozir yangi kirganlar uchun ham o'sha odamlar kuzatsa, tan oladiganlar juda kam lekin. Yo'q, o'zi aytayapti o'sha narsani. Men xato qildim, bo'ldi, sizlar qilmanglar deyapti. Shunaqa. Lekin shunaqa mujiklar bor. Men vobshe hurmat qilaman. Bilasizmi, tan olishlik ham hammaga emas-da, tushunasizmi? Mard inson aytadi, "Men xato qildim, mana shuni men qildim. Qilmanglar" deb aytadi. Mujikda, tushunasizmi? Xatosini bildi. U to'g'ri yo'lga yuradi, misol uchun. Lekin xatoni qilib turib, "Men qilmadim" degan insonlar bor, bilasizmi? Ularni to'g'rilab bo'lmaydi. Chunki men qilmadim, turadi, men qilmadim. Shunaqa. Da, tan olish ham mardning ishi. Bunaqa insonni yaxshi ko'raman. Men yaqinda statistika ko'rib qoldim. O'zbekistonda tradingda 700 ming akkaunt o'tgan ekan ro'yxatdan. 700 ming? 700 ming. Ular traderlar soni 700 ming. Qayerdadir ko'rdim-da. Bu statistika qilishgan ular. Foizini hisoblasangiz 1% ham emas. Masalan, 1%, lekin katta son. Yaxshi-da. Son katta, lekin aksari o'sha yo'nalishda qiynaladi. Baribir masalan kamera ortida deyishadi-ku. Agar masalan xolis necha yillik ishlarlaring masalan yangi kirayotganlarda qaysi yo'nalishda bo'lsa, qancha yil ishlayapsizlar masalan. Qancha statistika qildilaring. Iloji boricha novichoklar tavsiya qilaman. Shunaqa. O'zini tajribasini oshirsin. Da. Endi o'rtoqlar, qo'ldan kelgancha ochiqroq suhbat qilyapmiz. O'zi biz endi ko'rishyapmiz. Bitta narsa aytaman sizlarga, endi ko'rishyapmiz, endi tanishyapmiz. Chunki oldin endi Telegramda gaplashib turganmiz. Unda ham ko'p gaplashmas edik-da. Planda bor ekan, podkast qilamiz xudo xolasa. Yo'nalishimiz ham bir xil, misol uchun kasb ham bitta, misol uchun hisobiga podkast qilamiz deb ana qilyapmiz. O'shanga noto'g'ri tushunmaysizlar. Tabiiyki, anaqalar bo'ladi. Men sal noto'g'ri gapirib qo'yishimiz mumkin, qayerdadir xato qilib qo'yishimiz mumkin, например. Shunga oldindan aytaman, что uzr, xudo xolasa kamchiliklarni to'ldirib yuboramiz. Kamchilik hammada bo'ladi o'zi. Shunaqa, endi aytib qo'yaman-da, tushunasizmi? Faqat bekamki
hech Da, narsa hisob ekanini shunaqa, da. Endi baribir har xil insonlar bor, noto'g'ri tushunib, bunaqa demaslik uchun oldini olib aytyapman. Bitta gap bor o'zi. Kimni nazdida nimaligingga qarab-da. Misol o'sha kamchilikni aytayotgan odam to'g'ri maqsadda aytsa, uni ustiga anaqa yo'q. Tan olamiz, muammosi yo'q uni. Da. Haqiqatda to'g'rilanadi-da. Misol. Lekin boshqa maqsadda mana bunaqa degan narsa boshqa maqsad. Ya'ni umumiy kamchilik o'zi hammada bor. O'shani aytsa siz xursand bo'lasiz, masalan. Kamchiligingizni aytsa, avvalo xursand bo'lasiz-da. Shunaqa. Xursand bo'lamiz agar kanalda kamchilik bo'lsa aytsa xursand bo'lamiz. Aytsanglar, tan olishni bilamiz va tuzatamiz xudo xohlasa. Shunaqa. Xo'p, tushunarli. Offlayn qilib turasizmi? Offlayn nima? Boshqadan ayting. Offlayn kurs qilib turasizmi? Farg'onada faqat, Toshkentda emas. Yo'q, offlayn emas, adashib ketdim. Onlayn faqat. Offlayn yo'q. Offlayn yo'q, onlayn bor-da. Offlayn bor. Ne, offlaynda naqaku yaxshi emasmi? Tam bo'lib o'rganadi, misol uchun. Onlaynni bilasizmi? Sotib oladi, xohlasa o'rganadi, xohlasa o'rganmaydi. Mana shunaqa yotibdi-da. Ko'pchilik taklif qilgan. O'zi juda ham ko'pchilik. Hozircha qiziqish bo'lmadi, chunki men faqat onlayn o'rganganman. Lekin bitta narsa bor, endi bu reklama sifatida emas. Men o'zim misol o'tsam, jonli o'taman. O'sha savol qanaqa bo'ladi? Masalan, Zoomda yozib tashlasam bir xil. Tushunarli. Shunaqa. Da, bemalol o'rtoqlar, agar qiziqsanglar, misol uchun konkretniy, например, boshlash niyatingiz bo'lsa, mana Abdulla aka pastda qoldiramiz. Silka, Telegram. Asosan Telegramni yig'izasiz. Asosan Telegram. Da, asosan bo'ladi, Telegramda aktiv bo'linglar. O'sha Telegramga kirib olsanglar, o'sha yerda полный informatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin. Endi offlayn bo'lsa, o'zingiz asosan offlayndasiz. Xudo xohlasa endi qolamiz, xudo xohlasa. 15-da inshaalloh mana endi ochamiz. Xudo xohlasa. Shunaqa. Xudo xohlasa nasib qilsa, inshaalloh. Shu. Nu, kasbimiz bitta, bir xil yo'nalishda ishlaymiz va xudo xohlasa bir xil fikrdamiz menimcha. Inshaalloh. Da. Tradingga ko'pchilik bilasizmi, katta daromad qilaman deb bittada shunaqa fikr bilan kirishadi. Nima deysan, например, bunga? Yo'q, bu ilojsiz narsa. Hozir oldin masalan o'sha narsani oldin o'rgansin. Buni bilmasdan turib qanday daromad qiladi? Bitta bu soha emas. Boshqa sohada ham misol uchun uspешный odamlar ham ko'p. Lekin ayni mana shu sohada o'sha narsa bilan kirgan odam oldin birinchi qadamini bossin, o'rganib olsin. Bu ham kasb-da. Kasbga misol uchun kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil vaqt ketadi. Shunaqa. Endi misol uchun bunday savol to'ldiradigan bo'lsak, tradingning foyda zararlari. Masalan, foydasi ham bor, zarari ham bor. Zarar misol uchun foydadan oladigan bo'lsak, foyda masalan hech kimga qarab bo'lmaysiz. Shunaqa. Ya'ni o'zingiz iqtisodiy erkin degani. Erkin grafik. Lekin yana bitta narsa bor, iqtisodiy erkin boshqa kasblarda ham bor. Masalan, bu tabiatan, masalan, kim xohlaydi mana tradingni ko'proq qo'pol bo'lsa ham dangasa odamlar, misol dangasa borku, qayerdadir ishlagisi kelmaydi, lekin onlayn ishlagisi keladi. Har xil. Shunaqa odamlarni xarakteri ko'proq tushadi o'zi aslida. Kimdir o'tish yoqmaydi, masalan, kompyuterda o'tirib biz men qilsam degani. Masalan, kirib kelyapti hozir, qiziqmaydi o'zi aslida. Bu kasbga qiziqmaydi, lekin pulga qiziqadi. Bu noto'g'ri narsa. Shunaqa, da. O'sha minusi. Endi tabiiyki, bilasizmi, bunaqa fikrda bo'lishi ham bir tabiiy holat o'zi to'g'risi. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Nu, mani o'zimda bilasizmi, shunaqa narsa bo'lgan. Yoshlikdan men onlayn biznesga qiziqqanman. Sotaverardim mana onlayn qilib. SM'da o'qiganman, misol uchun, boshqada Telegramdan pul topishmi, shunaqa ham kurs sotib olganman men. Onlayn biznes qilaman degani qilib bo'lgan ichimda, tushunasizmi? Keyin Xudo nima deydi, shu Dubayga borib ishlaganda, Xudo yo'limizni bunaqa qilib qo'ydi-da, tushunasizmi? Ya'ni o'zi behikmat emas har bitta narsa. O'shandan keyin mana shu sohani ham qiziqib qolganman, дальше там Alloh nasib qilgan ekan, mana shu darajaga kelyapmiz, shunaqa. Muhimi o'ziga yoqish kerak-da. Misol uchun raqamlar bilan ishlash, grafiklar bilan, misol uchun. Buni faqatgina tez boyish uchun, bu narsa bilan kirib bo'lmaydi. Da, shunaqa. Misol bu narsa bilan kirib bo'lmaydi. Lekin foydali jihatlari ham ko'p. Masalan, ba'zi bir vaqt keladi, misol 5 yil, 10 yil mehnat erisholmagan narsangizga bir oyda erishishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyat ham bor. Da, shunaqa. O'sha tomoni ham bor. Da, shunaqa. Lekin uning uchun ancha harakat kerak. Da.
Uni Tajriba barcha yig'ish kerak. misol foydasi shu. Tradingni foydali tomoni. Eee, endi minuslarini aytdik, foydasini ham aytamiz. Misol 5 yil vaqtingiz ketadimi, 10 yil vaqtingiz ketadi. Mana shu vaqtingizga ketgan narsa, masalan, 1 oy yoki 1 yilda chiqarib olish imkoniyati bor kasb. Shunaqa. Da. Bo'ladi bozorda. Mana shu narsa bor. Da. Haqiqatda bor. Yozgan bo'lsa, shu narsa bor. Plyus tomoni shu. Shunaqa. Qancha Keyin, bo'lsa ham. o'ylayman, не только trading borku, sizni konkretniy intizomli qiladi. Bilasizmi? Intizomli qiladi. Strategik fikrlashni ham o'rgatadi-da, brat. To'g'ri. Bu narsa bor. Men o'zimda sezgan foyda Shunaqa, bir narsaga qanaqa bir Da. fikr berishga, masalan, haligi bir sabablarni axtarib, Da, shunaqa. bu haqiqatda inson hayotiga ham ta'sir qiladi bu kasb. Da, shunaqa. Misol, depozitni bilasizmi? Anaqa qilasiz-ku, misol bo'lib, например, anaqa qilib, hisob kitobini olib, to'xtang, ozonda qilsam bunaqa bo'ladi deysiz. Shu ham anaqada, xullas ta'sir qiladi konkret. Intizomga o'rgatadi. Da, intizomga o'rgatadi. To'g'ri. Не только foyda, shunaqa. Da. Ну, qarang, bitta narsa, siz katta pul topishingiz tradingdan boshqa bu ham rizqqa o'rtaqaradi deb o'ylayman men. To'g'ri. Bu bor narsa. Shunaqa. Bitta narsa bor. Hozir masalan iloji yo'q. Uni mana eshitsak bo'ladi. Tradingga O'zbekistonda qiziqish juda ortgan. Buni hozir bitta narsa Ortgan, bor. ya'ni kamaygani o'xshaymiz? Ortgan. Ko'payib ketgan. Ko'paygan. Bu yomon emas. Buni masalan hozir qayerdadir reklama qilish ham hozir men o'ylayman, ehtiyoj yo'q. Masalan, qanaqadir tradingga emas, lekin mana shu sohani foydali tomonlarini va to'g'ri yo'nalishlarini aytsangiz bo'ldi. No. Bo'ldi, o'zi yetadi, chunki topoviy baribir. No. Hali yo'qotgan yo'q u narsasini. Faqatgina to'g'ri yo'nalish va o'zingizni o'sha ishingizni, o'sha ustasizligingizni masalan ko'rsatib, bo'ldi, mashina o'zida yetadi o'zi. No. O'zi вообще-то tradingni bilganlar, misol konkretniy yo'nalishda ishlayotgan insonlar sohani qilib yuribdi-da. To'g'ri. Shunaqa insonlar bor. Ну, ikki xil trader bor-da, bittasi ko'rsatadi, bittasi ko'rsatmaydi, misol uchun. Ko'rsatmani degani bu topmayapti degani emas-da. Men bitta o'zim tanishim bor. O'zim birodarim tanishim. Atrofda Instagramda, Telegramda mashhur bo'lmasligi mumkin. Men uni bilaman. Qanaqa nima holati. Masalanmi, meni o'zimga masalan o'sha Telegramda 3 yilga yaqin bo'ladi, faoliyat yurit ekan. Ancha aytishardi, masalan, Instagramga chiq, men to'g'ri Instagramda mashhur bo'lmasligi mumkin. Masalan, misol uchun-da, bu degani men qanaqadir nimanidir bularni qilmaganim bu, masalan, misol o'zimga nisbatan rezultati yo'q boshqa degan narsa emasda o'zi asli. Ya'ni yoki naborot. Misol uchun o'zida anaqa yo'q, buni qo'ygani, nimanidir reklama qilgani, o'zi zo'r degan narsa emas, o'zida ko'rinish kerak, masalan, faoliyati bor-ku. Har bir kasbda o'zini faoliyati ko'rinishi. O'zi bilasizmi, bir xil insonlar bor, shunaqa xarakteri bor, yoqmaydi ko'rskisi. Bitta o'rtog'im bor, o'tirib meliklarda, misol, mendek bolada, shu yerda ham namani katta, lekin qo'ymaydi storasini. Instagramini ko'rsangiz bor-ku, обычныйda chons, вообще qo'ymaydi story ham deb. Qo'ymaysizmi ham? Menga nima kerak bor, qiziqmayman, nima bor? O'zi men bitta narsani sezganman, oldin o'sha ko'p tashlardim-da. Hayotimda o'zimda mana yangilagan, misol kanal yuzaga tavsiyam, bunaqa oshiqcha rezultat ko'rsatmaslik kerak. O'zini joyida qachondir bitta yetadi. Shunaqa. Chunki ko'z bor narsa-da. Da, mana shuni aytmoqchi edim, bor-ku. Kerakli joyda bitta anaqa qilishi mumkin, ko'rsatishi mumkin, lekin davomiy ko'rsatish uchun buzib yuboradi bir kun kelib bor. Nimanidir isbotlashga harakat qilib qoladi odam. Da, shunaqa. Psixologiyasiga ta'sir qiladi. Da. Ko'z bor narsa, brat. Ana bor narsa. Ishonaman, u yomon bo'ladi, lekin bor. Tsim bo'lib bizda ko'rolmaslikda yuqori, endi bunisi ham ehtiyot bo'lish kerak-da. Shunga ko'p ham ko'rsatish xato. Dushmaningiz ko'payib ketadi. Ruslarda maqol bor-ku, baxt jimlikni yaxshi ko'radi degan. Nimali? Baxt jimlikni yaxshi ko'radi degan. Da. Baxt jimlikni yaxshi ko'radi. To'g'ri shu. Pul ham jimlikni yaxshi ko'radi lekin. O'zi to'g'ri, shu narsa to'g'ri. Shunaqa lekin. Ну, xullas men maqsad bermayman va futures va forex shug'ullanishni. To'g'ri. Endi bitta narsa bor, o'zi ko'pchilik masalan noto'g'ri tushunadi. Mana baribir hamkasb bu nimaga aynan bizga gapiradi, boshqa deb tushunishi mumkin. Endi baribir biz masalan bizga ziyoni yo'q bu narsani atrofdan kelayotgan odamlarni eshitib, misol uchun har bir holatni inobatga olib
Tavsiya berilmaydi uni. O'zi aslini izlanib ko'radigan bo'lsa, masalan, nima sababdan mumkin emas? O'zi asli mumkin va mumkin emas degan inson chegarasi bor. Nimaga mumkin emas? Insonga zarari bor narsa mumkin emas o'zi. Har qanaqa narsa bo'lsin. Masalan, suv bo'lsa, oddiy masalan, ko'p ichish zarar masalan, yo sovuq ichish zarar misol, yo qaynoq ichish. Xuddi shunaqa narsada, demak, nimadir zarari bor uni. Shunaqada. O'shuning uchun birov tavsiya bermagan. O'shani ustida o'tirgan odamlar o'rganib chiqib turib tavsiya bermagan. O'shuning uchun, ya'ni bizda narsa izlanib ko'rsa ozgina, demak, qanaqadir zarari borligi uchun tavsiya berishmagan. Agar nimanidir ruxsat deb berishgan bo'lsa, demak, nimadir foydasi bor. Shunaqa. Nu, internetda to'liq informatsiya bor. Bitta qiziqib olsanglar, xudo xolasa, o'zinglar uchun ham bitta anaqa bo'ladi. Informatsiya bo'ladi. Trezingga xabari yo'q inson kirayotganda u insondan nimalar kutyapti. Birinchi o'rinda Chingiz assalomu alaykum kutaveradi o'zi. Nima boshiga kirayotgan odamlar 1 yil eng kasi 1 yil. Hisob-kitob ochishga 1 yildan. 1 yil bo'lmasam 2-3 yil tayyor bo'lish kerak. O'sha mobaynida mehnatga, mashaqqatga, har xil emotsiyalarga tayyor bo'lish kerak. Da. Ayniqsa bunaqa insonlar ham bor, bilasizmi? Kelib turgan joyini to'xtatib qo'yib, srazi trezing kirib ketishadi-yu. Yo'q, bu narsa noto'g'ri. Men tavsiya bermayman. Ko'p. Da. O'zimdan ham so'rashsa, shogirdlar ham tavsiya bermayman. Men ham maslahat bergan. Lutchi kelib turgan joyinglar bo'lishi kerak va o'rganasiz. Normal tajriba anaqa qilganingiz keyin, o'zingizga o'yrim bo'lganingizdan keyin ham qilishingiz mumkin-da. To'g'ri. Ya'ni o'sha qo'shimcha kasb sifatida qilsa bo'ladi. Endi o'rganib bo'lsa, statistika qilsa oldin. Misol o'zi uchun statistika qilib, keyin buni kasb qilsa bo'ladi to'liq. Ungacha men tavsiya bermayman. Meni o'zimda ham bor, ko'p tanishlar, shogirdlar masalan. O'zimdan so'rashsa, men o'zimdan kechirmalarim borligi uchun aytaman. Tushunarli. Xo'p, bu sohaga endi kirayotganlarga nima maslahat berasiz? Endi kirayotganlarga maslahatim shoshilmanglar. Va qilib turgan ishlaring bo'lsa, va qarab turgan ishlaring bo'lsa. Ba'zi odamlar yozadi, srazi qilishim kerak, uylanishim kerak, mashina olishim kerak. Hali uni bilgan yo'q, men tavsiya bermayman, srazi uni. Masalan, uni kirgandan keyin ham oldin birinchi navbatda depozit bo'lish kerak. Xullas, bir narsa kutib turgan bo'lsa, azart bo'ladi. Azartda savdo qilish mumkin emas-da. Umumiy holatda aytiladigan bo'lsa, katta kutuv qilmanglar boshlanishiga. Shu to'g'ri. Tushunarli. O'zi asli masalan bitta narsa bor, hozir ommalashib ketdi. Bu kasb haqiqatdan ommalashib ketdi, misol foydalari ko'p, to'g'ri. Boshqa o'zi asli qiyin-da, to'g'ri, haqiqatda masalan natijaga chiqib olish qiyin, lekin qiyin deganda boshqa kasblarda ham bor qiyinchilik. Shunaqa. Doktor bo'lish uchun 7 yil kerak. Eng kami masalan, qanaqadir kasb eng kami 4 yil. Boshqa kasblarda ham. Nimaga aynan tradingni 3 oyda o'rganib olish kerak? Nimaga savol? Nimagaki 3 oyda uni o'rganib olish kerak? Men shu narsaga kim yozgan o'sha narsani bo'ldi, asli 3 oydan oshig'i mumkin emas. Bilasizmi, bu nima seriozdan qaramasdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Bu sohaga kasbda seriozdan qaramasdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Itak aytganingizdek, boya noto'g'ri informatsiya tiqishgan u insonning miyasiga-da. O'zi asli bitta narsa bor, bu idish bor-ku. Bitta narsa bor. Mana shu pustoy bo'lsa, buni toza narsa bilan to'ldirish osonda. O'zi asli. Bunga masalan kir bo'lsa, birinchi tozalash kerak. Misol uchun, insonning miyasi ham xuddi shunaqa. Agar noto'g'ri ma'lumot kirib qolgan bo'lsa, birinchi uni chiqarib olish kerak. Uni noto'g'riligini bilib olish kerak. Keyin boshqa toza narsa kiradi. Shunaqa. Shuning uchun birinchi navbatda o'sha kirishdan iloji bo'lsa tavsiyam, ba'zi siz aytdingiz-ku, Instagramda tayyor kishi yozdi, $5000 self qildi, boshqa qildi deb siz o'zingiz yozdingiz-ku. Masalan, siz o'zingiz aytdingiz. Ana shu narsani menda ham yozishgan. Sizga kelib turadi demak. Masalan, menda ham mana shunaqa holat bo'ldi. Qarzga olganidan, kreditga olganidan o'sha narsani qilib qarz bo'lib qoldim degan narsalar bor. O'shuning uchun men o'zim tavsiyam iloji boricha kirishdan oldin shuni qiziqinglar mana. Hozir mana yoki jo'natinglar, yangi kirayotgan odamlarga mana shu narsani, mana shu videoni jo'natinglar. Nimalar kutib turibdi? Nimaga desa, birinchidan plyus yutasiz. Mana hozir podkast ko'radigan bo'lsangiz, birinchi navbatda plyusdan, ikkinchisida umringizdan yutasiz. Shunaqa. 1 yil, 2 yillik umringizdan yutasiz.
Da. Siz agar mana shu aytayotgan ikkalamiz gaplashgan xavflarga tayyor bo'lsangiz, keyin kirasiz. Tayyor bo'lmasangiz, o'zingiz bilasiz, kirmay qo'yavering. Da. Masalan, mana shu sizga foyda bo'ladi. Mana shu ko'rayotgan odamlarga-da. Ya'ni kirayotgandan oldin o'rganinglar. Nima plyuslari bor, nima minuslari bor. O'zi mana bunaqada, brat, mana bilasizmi, internet tradingni internetdan o'rgansam bo'ladimi deb aytishadi, misol uchun. Men aytaman, bo'ladi. Qachonki sizni vaqtingiz ko'p bo'lsa, например-da, ko'p pul yo'qotishni xohlasangiz, например, misol bitta ustoz topib, например, u bilan birga o'rganadigan bo'lsangiz, ham tezroq natijaga chiqishingiz mumkin. Misol uchun, ham например, 3 oylik xatoingizni bir haftada tuzatishingiz mumkin-da. Hamda 100 ta video ko'rganingizdan ko'ra 20 tasi foydaliroq bo'lishi mumkin. O'zi asli masalan, hozir o'ylashi mumkinki odamlar, ma'lumotlar bor. Masalan, YouTube'da bor. Men o'zim ham kirayotganimda YouTube'da bor edi. Ko'p ma'lumot bor. Lekin men tartibini bilmaganman. Men baribir oqtarib, men o'zimga kerakli ma'lumot ola olmaganman. Endi hozir masalan, o'rganib bo'lganidan keyin xohlagan ma'lumot tushunib ketaveradi. Shunaqa. Misol, oddiy zal bor. Da. Zal deb misol qiladigan bo'lsak, zal ustoz bilan shug'ullangan odam bilan ustoz bilan shug'ullanmagan odamda Da. ancha farqi bor. Da, katta farqi bor. Misol. Shunaqa. Shuning uchun, ya'ni ko'rish kerak. Da. Reklama boshqa bas o'ziz bitta narsa bor. Eng zo'r investitsiya o'ziga kiritilgan investitsiya. Shunaqa. Yo'qolmaydi. Da. Bilimiga, o'zi uchun kariyerni nima qilmoqchi bo'lsa, networking ham zo'r, da. o'zi uchun kiritish kerak odam. Shunaqa. Masalan, bizada-chi, brat, bunaqa narsada, bizada masalan negativ fikrda, tushunasizmi? Kursga pul sarflash bu negativ fikrda. Kurs bor o'zi. Kurs desa bir ajoyib anaqa tuyulib qoldi-da, bir qanaqadir odamlarda bor. Yomon narsa. Yomon narsa. Nima desa, bu to'pga olib chiqildi-da, bu. Bitta emas, masalan, sartaroshlik kurslari ochildi. Hozir trading kursi, kurs deyapti-yu. Bu kurs teması O'zbekistonga kirgandan keyin yaxshilab quloq solishsin. Bu faqat tradingdagi kurs emas. Motivatorlar kursi ochilmadimi? Shunaqa. O'zi hamma narsa bo'yicha kurs. Misol uchun, Da. pishiriq kurslari bordi, to'g'rimi? Shunaqa. Hamma bor-u. Hamma anaqaga ketdi-da. Qarang, brat, bitta narsa aytaman. Men misol uchun miyani ishlashi bor-ku, miyani ishlash prinsiplari, например, yaxshi odatdan shakllantirish. Mana shular bo'yicha men ko'p kurs sotib olaman-da. Ishoning, mana shu kurslar menga shunaqa katta foyda berdi. Miyangiz bor-ku, umuman boshqacha ishlaydi-da. Uni qayerdan bilasiz? Bilasizmi? Atrofingizdagi odamlar aytadi. Boshqacha o'psan, boshqacha fikrlovsan. O'sha Dubayda o'rganishni boshlaganman. Men уже kelganman, boshqa inson bo'lib chiqasizmi? Odamlar boshqacha qarayapti. Fikrlashing o'zgaribdi deb aytadi, например. Juda katta foyda beradi-da, absolyutно bor-u. Misol uchun mana farqi yo'q. Mana misol uchun hozir yana reklama boshqa har xil negativ odamlarni qilishi mumkin. Yo'q, farqi yo'q. Hamma o'zidan kelib chiqib tushunadi. Bitta narsani tushuntiraman. Masalan, mani yo sizni yo boshqasini kursini olsang, bir dona foydali narsa o'rgansa, ana shu foyda olgan narsasi, masalan, yoki boshqa odamlardan sarflagan narsasidan katta keladi. Shunaqa. Bitta, ya'ni ko'proq foyda berdi. Ko'proq foyda beradi. Da. Bitta narsa o'rgansa ham hayot uchun-da. Misol, men o'zim bitta narsaga guvoh bo'lganman. Bitta odamdan eshitib, ko'rib, va hozirgacha men o'zim foydalanaman o'sha narsadan. Ya'ni u narsani aytganki, Abdullo degan, hayotiy rasxodlarni kamaytirib bo'lmaydi degan. Odatiy rasxodlar bor-ku, odatiy, kunlik tarzdagi o'zingiz rasxod. Siz buni qoplashni o'rganing deganda. Bu menga misol foyda bergan. U masalan, to'g'ri, uni narxini siz misol 10 ming desa berishingiz mumkin. 1000 desa berasiz-da. Nimaga haqiqatda bu narsani o'sha hayotidan masalan 30 yil, 40 yilda bo'lgan narsani menga bitta so'z bilan gapiryapti-da. Shunaqa, da. Bittada bilib olasiz. O'sha summaga, например. Siz umringizdan 20 yil, 10 yil, 5 yil yutyapsiz. Arziydi-da, o'sha narsani aytganiga arziydi u narsa. Shunaqa. Lekin arzimaydigan gaplar mana masalan chiqdi-yu yaqinda. Men o'zim ham misol kuzataman, subyektivda olib chiqishda o'sha kurschilarda bor-u. Esingizda bo'lsa, motivator. Da. Masalan, unaqa insonlar ham bor-da. O'sha ular olib chiqib berdi. Kimlar nima qilishligini. Uni rosa hate bo'ldi, Instagramda boshqa bo'ldi. Qolganlari ham bor-ku. Masalan, haqiqiy o'zini ishini ustalari bor. Shunaqa. Ularga ham lekin ozgina tegdi.
Ularga tegdi, lekin omma ajratilmaydi. Yangi kirgan odam bor, qaysi lekin ular o'zini ishini qilyapti, hozir ham qilyapti. Lekin narigilar misol pobeg bo'ldi, boshqa qildi. Xuddi shunday kirayotgan odamlar ajratib olish kerak. Lekin kurs deganda allergiya bo'lib qolib, masalan, odamlarning o'zida bor, uni faqat farqlab olsin, qaysidan nima qilyapti. Odamlar farqli-da. Men fikrim bo'yicha faqat vaqt o'tgandan keyin. Sizni ham biladi. Misol uchun qanaqa insonligingiz. Vaqt o'tgandan keyin bilaveradi. To'xta, bu mana bunaqa bola, misol uchun mana bunaqa fikrlaydi, mana bunaqa trade qiladi bu, mana bunaqa shaqir-shuqur gaplarni gapirmaydi degan narsani vaqt o'tib tushunadi, misol uchun. Lekin bitta endi ko'rgan inson bu narsani sal xato aytadi, degan o'xshagan deb o'ylashi mumkin. To'g'ri. Shunaqa vaqt o'tib hammasi bo'ladi. Podkast уже uzun bo'lib ketdi. Rahmat sizga shuncha uzoqdan keldingiz. Men o'ylayman, odamlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman shuncha informatsiya. Xudo xolisa. Oldindan uzr so'rayman, что noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsak, boshqa, xudo xolisa to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Давай bitta такой mini konkurs qilamiz. Kommentariyaga kim eng zo'r izoh yozsa, xudo xolisa 3 ta odam tanlaymiz. Birinchi o'ringa $50 pul va ikkinchi, uchinchi o'ringa xudo xolisa konsultatsiya inshaalloh o'tib beramiz. O'zinglar tanlaysizlar. Xohlasanglar mendan, xohlasanglar Abdulla akadan, xudo xolisa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kanalga podpiska qilish esinglardan chiqmasin.